bir necha yil davomida shu rektorlik vazifamda yurganimda bir qator xususiy oliy ta'lim masalalariga kirib chiqdim. To'g'risini aytaman, bunaqasini ko'rmaganman ochiq gap. Nafaqat bu moddiy texnik bazasi, birinchi navbatda talabalarga yaratilgan sharoitlarni, auditoriya fondlarini, moddiy texnik bazasini ko'rib hayratda qoldim. Va bu yo'nalish bizni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga yaqin bo'lgani uchun bir mana rektor bilan kelishib oldik. Xudo xolisa shu yil yangi o'quv yiligacha albatta memorandum imzolaymiz va hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. Ikki tomonlama shartnoma imzolangandan keyin men o'ylaymanki, ikkala rahbar ham aynan shu o'zini bajarayotgan funksiyasidan kelib chiqqan holda o'zini oliy ta'lim muassasasini rivojlanishga hissasini qo'shadi. Men o'ylaymanki, biz shu qarorga keldikki, imzolangandan keyin albatta nafaqat talabalar almashuv, qolaversa professor o'qituvchilarimizni ham malaka oshirishlarini yo'lga qo'yamiz degan umiddaman.